boshlang'ich to'lov 500 dollar. Bonusiga propan gazni qo'shib beraman. Bonusiga hech kim qilmaganini qilib bera olaman. Nima deysizlarmi? Auksion nomeri taqib bersam nima deysizlar? Mana shu auksion nomeri boshlang'ich to'lovning ichida qilib bersam nima deysizlar? Boshlang'ich to'lov berayotganinglarda hech qanaqa boshqa plyus minuslari bo'lmaydi. Hammasi ichida bo'ladi. O'zimiz yonimizdan qilib berishga harakat qilamiz. Necha deysizlarmi? 3 ta 7 deysizlarmi? 3 ta 1 deysizlarmi? 001 bor mana partiya 002. O'sha viloyatingizga qarab, o'zingizlarning yashash manzilingizga qarab o'zi auksionda nomer chiqarib bergan. O'shalar bo'yicha birinchi toifa deysizlar, birinchi toifa ham eng zo'r nomerlarni taqib berishga harakat qilamiz. Mana mana imkoniyat. Mana bir raqobat aqlligi yetadigan bo'lsa, davay chiqsin. Qo'limizdan kelganini qilib beramiz. Xullas, 500 dollar boshlanish to'lov 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomatik korobka oq Gentra mashinaning holati idealniy. Yumshoq to'rtta ballonlar taqib qo'yilgan. Holatni ko'ringlar. Salon holatlari. Monitori eng yaxshisidan taqilgan. Poliklari tashalgan. 500 dollar boshlanish to'lov qilasizlar, 800 dollar xarajatingizga ketadi. Общий uy olib yopayotgan bo'lsa, 1300 dollar bo'lsa, mayli olib kelib, 1200 dollar olib kelinglar, общий xarajatingiz bilan mana shu tochoni nomingizga o'tkazib beraman. Talablarga binoan juda ham ko'pchilik oylik to'lovini so'rayotdi. Mana Telegram kanal ochib qo'ydik. Profili shapkasida turibdi. Telegram kanaliga o'tadigan bo'lsangiz, mana shu avtomobillar oylik to'lovini ham bemalol bilib olsanglar bo'ladi. U yerda boshqa mashinalarimiz ham bor, bemalol telefon qilasizlar. Yoqadigan avtomobillarni o'zingizga xarid qilasizlar. Joningizlar sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar. Like bilan podpiska esdan chiqmasin, do'dam.